Barchalarga xayrli kun. Bizni kuzatib boruvchi qadrli do'stlar, barchalarga assalomu alaykum. Xo'p, do'stlar, yana bir ishimizni Xudo xolasa Asaka tumani Qadim qishlog'ida, ya'ni o'zimizni mahallamizda yakunlab bermoqdamiz do'stlar. Oq rangiga mokri rangdan foydalanganmiz, ya'ni hozirda trendda bo'lgan ranglardan biri bo'ladi do'stlar. Xo'p, ichkari tomonlarini hamda koridorlarini, dorizaxonalarini tarnovlargacha qo'yib berganmiz do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Juda ham skromiy variantda uyni ochib oladigan fasonlardan biri. Delali fasondan qilib berganmiz. Oynali ramkalardan bir donagina qo'yib berganmiz do'stlar. Sizlarga ishlarimiz qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shu ekranda chiqib turgan nomerlarda Telegram, WhatsApp barchasi bor. Musofirdan kuzatib boruvchi qadrdonlarimiz ham bor. Do'stlar, Xudo xolasa bemalol murojaat qiling. Arzon narxlarda sifatli tunikafonlarni vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Agar siz vodiydan bo'lsangiz, bemalol murojaat qiling. Albatta uyingizga xuddi shunaqa ko'rkam ko'rinishda bo'lgan tunikafonlarni arzon narxlarda qilib beramiz do'stlar. Agar joyingizni razmerlari bo'lsa ham bemalol yozib qoldiring. Albatta sizga tunikafoning kvadratga hisoblab qilib javob berib o'tamiz. Do'stlar, hozirda xizmatlarimiz 135 ming so'mdan 0.35 qalinligida barcha rasxodlar ichida qilib beryapmiz. Sizdan ustaning bir mahal obeti bo'ladi xolos. Bu tarnovlarning metriga hisoblanadi do'stlar. Metri 55 ming so'mdan qilib berilmoqda. Xo'p, oynali ramkalarni kelishilgan holatda buni ham arzon narxlarda qilib beramiz.